Xo'p, biz o'tgan darslarimizda barcha rasmlarni kesadigan instrumentlar bilan tanishib chiqdik. Ya'ni siz qanday rasmni qay holatda kesishingizga qarab, o'sha instrumentlarni tanlab kesishinglar mumkin bo'ladi. Endi bugun mana shunaqa rasm kelib qolganini nima qilamiz? Ya'ni mana archa. Ya'ni mayda detallari bilan mana bu ignalarigacha, ichlarigacha kesib olishni nima qilamiz deyish mumkin. Mana shunda select bo'limidan color range dan foydalanamiz. Xo'p. Odatda bosganda mana bu yeri qop qorong'i bo'ladi. Ya'ni qora rangda bo'ladi demoqchi. Qora rangda bo'ladi. Sizda qora rangda chiqadi birinchi. Mana ishlatganim uchun shunaqa chiqib qoldi. Qora rangda bo'ladi. Va orqa fonga mana bu oq orqa fonga bitta bosamiz va mana archani rangi chiqadi. Biz endi mana ko'rishlar mumkin. Qirqda turadi odatda. Ya'ni ya'ni chekkalarini qancha bo'lishini chiqarib beradi. Biz 60 qilsa yetadi. 60 qilamizda OK da qilamiz. OK bosamiz. Mana bizga belgilab beradi. Endi o'tgan darslarimizda o'tganimizdek archani o'zini chiqarib berish uchun select bo'limidan inverse belgilaymiz va endi kesib olamiz. Mana kesib olganimizda mana ko'rishinglar mumkin. Kesib oldi, lekin mana bu yerlarida oq, ya'ni chekkalar mana oq bo'lib chiroyli kesilmaganligini ko'rishimiz mumkin. Chiroyli kesilmadi. Endi bunda nima qilamiz? Bunda enterda boshqatdan qilamiz. Ya'ni select bo'limidan color range qilib OK da bosamiz va inverse qilamiz. Inverse qilganimizdan keyin biz buni kesib olmaymizda, yana select bo'limidan select and mask ga bosamiz. Ya'ni buni горячий klavishi alt ctrl r bosamiz. Mana shunaqa oyna kelib chiqadi. Xo'p. Bu oyna kelib chiqadi. Xo'p, bunda ko'rishimiz mumkin. Xo'p, shift h nima? Mana buni ko'paytirib olamiz. Ko'paytirganimizda mana bunaqa holatdan bu yoqqa qilganimizda mana ko'rishinglar mumkin. Bizga uchlarini nima desak bo'ladi? Qirrali qilib chiqarib beradi. Qirrali qilib beradi. Kontrast nima? Kontrast bu mana shu archamizni uchlarini yumshoqroq qilib beradi. Ko'proq qilsak, xunuk mana ko'rishlar mumkin, xunuk bo'lib ketib qolyapti. Shuning uchun ozgina qilsa yetadi. Ozgina qilamiz. OK da bosamiz va endi kesishimiz mumkin. Ctrl J. Mana ko'rishlar mumkin, juda ham chiroyli bo'lib kesildi. Avvalgidan juda ham yaxshi kesildi. Bu color range
ranglar bo'yicha kesadi. Misol qiladigan bo'lsak, mana bu rasmni ko'rishimiz mumkin. Color range bilan kesib olishimiz mumkin. Mana orqa fonimiz bir xil emas, lekin bir-biriga o'xshab ketadi, ya'ni sariq. Tepada selectga kiramiz, color range ga kiramiz. Mana sariq fonga bosaman. Qayerga bossam, o'shanaqa ranglarni ushaverdi. Endi mana bu pipetkani plyusi bor, shuni bosaman-da. Ushamagan joylarni ham diqqatlab qo'shib olaman. Mana bu yerdan ko'rishlar mumkin. Atrof oppoq, qiz bo'lsa mana qora bo'ldi. Bunday sariq joylarni nima qildi? Ushlab oldi. OK qilamiz. Mana selectda endi inversiya qilamiz. Inversiya qilib kesasak bo'ladi. Diapazonni katta qo'yib olganimiz hisobiga sal mana ushlabdi bu yerlarini. Mana bu to'limiz kitob sariq bo'lib ketgan, sariqlik uchun kitobda ham ushlayapti. Mana ko'rishlar mumkin. Bu faqat ranglar bo'yicha ishlaydi color range. Xo'p, keyingi yo'nalishimiz bo'lsa, kesish bo'yicha hech qanaqa instrumentni olmaymizda, selectga kiramiz. Subject qilamiz endi. Subject qilsak, bu qanaqa kesib beradi? Bu Photoshop o'zi analiz qilib, nima kesmoqchi bo'lganimizni ko'rib, o'zi analiz qilib, o'zi selectdan chiqarib beradi. Bittada o'zi zo'r qilib selectdan chiqarib beradi. Ctrl J. Mana ko'rishlar mumkin. Bu har doim bunaqa zo'r qilib ishlamaydi. Misol qiladigan bo'lsak, obyektlar ko'p bo'lganda ishlamaydi. Toshlarda ko'rganimiz kabi, so'chim mana archani bunaqalari yoki tosh ko'rganimizda, ya'ni obyektlar ko'p bo'lganda ishlamay qolishi mumkin. Mana shunaqa bitta obyekt bo'lganda zo'r ishlaydi bu. Selectga kirib subject qilganimizda o'sha kerakli bo'lgan rasmni Photoshop analiz qilib o'zi kesib beradi. O'sha kesadigan rasmimizga qarab turib, ishlatmoqchi bo'lgan instrumentimizni tanlab, ishni bajarsak bo'ladi.